Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Alayda darajalik mukofot 120 ming yuan. Birinchi darajalik mukofot 100 oylik qaymallari. İkinci derecelik mukafat 3. derecelik mukafat velosiped. Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Yoldaşlar, dostlar, hammanglarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Chiqdi! Omad! Yo'q beri. Nima degan to'la odam bu? Yerilib ketadimi beri? Aka, bu neymiş? Ben hiç düşünemedim bu. Uka, bu şehirge yeni kelgen okşaysız ha? Bu mu şundaq talay sınaydigan iş? Talayni qanday sınaydi?
Ben qarab ukam. Bu qog'ozni ko'rdingizmi? Buning bir parchasi ikki koy. Ikki koyga birini olasiz. Tushundingizmi? Ana, ovoya berib olasiz. Agar qizib ketsangiz, 100 ni, hatto 1000 ni olasiz. Ondan bundaq bir tatlaydigan yeri bor. Tatlasangiz ostidan surat chiqadi. Qo'yning surati chiqsa, mashinadagi televizorni olasiz. Maymunning surati chiqsa, velosipeddan birini olasiz-da, mushayadilni chaqirib minib ketasiz. Paxta bilan basa chiqsa, bizda limonsiz ishlab qolasiz. Yerda chishilib yotganlarning hammasi paxta qo'lisi bilan basani o'tirib turdik. Shundoq ukam. Bu degan biri utsa, ming turadigan o'yin. Ha. Hey, aka, tutib olgan kishini saqchilab tutib ketdingda. Ukam, atigandan beri tutib olgan kishidan birini ko'rmadim. Tutib olsimi saqchilarning qari yo'q. Chunki hukumatning ruxsati bilan mushundaq cho'ng maydonda bo'layotgan ish bu. Tushundingizmi? Ha? Çıkıptı. Aça, akşam boyunuz üstüne uyunuzga yetlab mı ketemeysiz? Bana seçip verin ha? Müşiyatla 200 koy beri. Aça, bana seçip verin. Ben 250 koy Meni eri yok, balısı yok, sulhatın görüştün ama. Meni amuki 30 yılda küçük oğlum var. Şuna mendim. Boldu kılın, bu eski kağızını alman desem onumay. 5000 koy pulunu yok kıvarsınız. Emdi ballağı verip nemi deyimiz? Depekme, 5000 koyunu emdi kandak kılınız. Ballağı nemi deyiniz davatımek yap kılın. Yap kılın davatımek. Bir kadın bir kadın bir minç pulunu yok kıldınız. Yap kılın. Çolpan, mehman çay koy kızım. Hem bana hazır. Ben çay içim. Ukam, men tamak yegimiz var. Bir qaç suiqaç içeymikin? Çay işkeştirin. Hazır tayyor oldu. Bak. Amin. Allahu Ekber. Sağlam, aşına çık ol. Eşiniz okşaptı. Ahmet aka, çıkıp koy.
nima qilganlari acha? Men sizlarga lag'man demagandim-ku. Suiqashning pulini chiqishtirolmay olsam, yana bu lag'manni ekib qo'yganlar nimasi? Sahroliq ko'rib, zo'rlab setib olaydan niya? Yo'q, ukam. Xafa bo'lmang. Siz birak kelishmaslikka uchrab, jafo tatib qolgan deysiz. Pulni gapini qilmay, avval qo'sog'ingizni obdan to'yqizib biling. Elam ukam. Tatmay elam. Rahmat. Çolpan? Ha? Aka, tamak çekti. Rahmat. Yakay. Bo'lmadi, aklama ichib beray. Mana men atsiz. Sahrada yashag'achqa belgicha muhir chekib bundaq tamakini chekib baqmagandim. Shunga rahmat. Bo'lmadi, yana bo'lmadi. Bu ya sizgacha nega o'tib toshtirsiz? Ha, ikki tarafi o'xshashli turdi-ku. O'xshamaydi, bu ya sizgacha. Bu yerga o'tib toshtirsiz. Biz Uyg'urlarda er beşiği kun tushsa o'tik bilan suv kechar, at beşiği kun tushsa yugan bilan suv ichar deydigan gap bor. Qarasam, yap-yosh turib ozroq dab-dabqandek tursiz. Har holda tanishib qoldik. Meni kunlarni ko'rdingiz ukam. Tuzdan ulug' narsa yo'q, acha. Toza chaqda mehmon qildinglar. Sizlarni yo'shirmay, hammani deb beray. Ben asli Aqsu Shoyatning bo'laman. Ismim Kamara. To'liq o'tirg'icha o'qigandim. Yana ketmandan qutulolmadim. Ota-onam o'lib ketgan. Men yolg'iz bir bola. Bu taraflarga chiqib boqmoqchi ekanman. Qandaqchi bo'ldi? O'rimchini ko'rib beqish shavisim qo'zg'alib qoldi. Shuning bilan ozroq pul rasli bilib, ikki yilning oldida bu yoqqa mangdim.
Koçuk, kırak. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Qanday adash o'xtab turdingmi? Qacha kelganda? Ha? Tushdi kelgandim. Uyingni topmoq bek tez to'xtadi adash. Etzeriqning ishlaridan qo'lim sal bo'shag'andi. Shahringni ko'rib kelay deb keldim. Adash. Men bir so'ringa bormoqchi edim. Deyishib qo'ygan vaqtimiz to'shib qopti. Bu shaharda vaqt rioya qilish adab axloq qoidasini hisoblandi. Jira, billa barayli. Buguncha seni shu yerda mehmon qilay. Akla sumkani. Buya qo'yay. Hay, ishni bo'lmaydi. Men bu bo'ldi. Tanımagan chaqamaga yagvasam qanday? Meni taniysan-ku. Buguncha seni shu yerda mehmon qilay. Aloqalarim bilan birdan tutanishib ketsa. Jira. Mana bu. Bo'la. Assalomu alaykum. Keldi. O'tiringlar. Ana biza kiringlar. Kelinglar. Qani kirib o'tir. Yaqinda avval. Amisa birer omkidan ishkash turlar. Bu og'inimizga birini qo'ytagin. Qo'ya. Bilmas. Qani afka, amisa isha. Men araq ichib baqmagandim. Sarada araq topamay, nashlik yurgansa, mazgatni qamay isha. Ey, Ürümchida araq ichmagan o'g'il bolani vaqo, o'g'il bola hisoblamaymiz. Bu yerda vaqo xotin haqmi ichidi. To'liq nazlanmay, bir ishkini ichcha. Biz mo'ja qishmaymiz. Bundan keyin boshqa ishimiz bor. Bunu bak soğurak bu ha? Aka, başlamayalım mı? Sen yığıştırıp pavkanı başlamayız mı? Bana. Qani. Başlaylı. Jironlar, jiron. Atalla. Gilam almaymiz mı? Gilam qilmaydi. Jiron. Cho'qib ag'ina qo'y. Jura. Bele chiqma. Qani misa? Qaysini tutdi? Mana men do. Pulni berdinglar. Yo, Jamshid. Man keldi. Man keldi. Qani, mana. Otmamsa. Allah, futtur ver. Aman gidelim. Öyle. Men qilmavoz emas. Mening bugun Ürümchiga tunji qitib kelishim. Ürümchiga bugun kelib, qima so'riniga kirginin qaraganda iz qo'g'lab o'ynaydigan ko'ni qimavotgansan-da. Bu pulachi. Ma adaş yurtdagi savog'di şimdi. Bekatdan buni izlab kelsam, biz so'ringa boramiz deb boshlasa, uqmay kelib qopdiman. Pulning gapiga kelsak, safar qilgan odam bunchalik pulni olmay uydan chiqamdi. Bu ishonni solib bularni so'rab beqinglar. Men o'shqim tutib baqmadim. Qimani Bo'ldi, qanadash, go'shini yeganmi o'g'ri, sho'ribsini ichganmi o'g'ri? Ben bağmayma oynayacağım. Kımanı buna oynaysa, kırmızı ben bana kıran. Bağmayma. Solu bırakma. Bağmayma dedim, bağmayma. Kandak. Mana şu işqa hazır 2 yıl bo'ldi. Emgak bilan tarbiyalash o'rnidan bugun chiqdim. Yurtga ketay desam, turgan turqum shu. Ketmay desam, bu shaharda yashamoq tasdek turdi. Bo'lmasa yurtimda men tortishqidek ota-onam, bola chaqammi yo'qdi. Kichik o'lni qo'yganimdan keyin qamishlanmay, asonla ajrashib ketgandik. Fuka, rostdan kelishmaslik uchrabsiz. Ismim Amina. Mening erim 5 yilning oldida mashina vaqasida qazo qilgan. Qizim bilan ikkimiz o'sha oshxonani ichib tirikchilik qilyapmiz. Yiroqni yaqin qilgudek biror kishi bo'lmasa, 2 ayol kishiga kichik bo'lsin bir oshxona sal eg'ir keladi ekan ukam. Agar xohlasangiz o'sha oshxonaga egib turib bersangiz. Shunchalik ishonganingizga rahmat, acha. Lekin
Lekin size kazan koymuş tövüşük işlerine zadlı itim yoktu. Kandak ola? Ay, men sizge dedim ukam. Kazan kumuş, tüşük işlerge kızım bilen işkimiz ba. Siz fakat aşxana bilen bizge igop bersinizli boldi. Ayal kişi degen yetim kovurg ekanmiz emasmi? Rahmet amin haca. Xudo buyursa, ishonchinglarni haslab aqlayman. Sizge rahmet ukam. İlahim deginingizde qilg'ay. Amin. Bek uxlab ketibdimi? Oy, bu etdigelli turup nişlanı qıpapta ya. Oy, ukam Kamran. Ha? U barraq damamay. Hacep etdigelli turupsiz bu. Hem muşundak eti gerek turmasak, işlerimiz yürüşmeydi amni haca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, ve aleykümselam. Keç kapslarda. Tamak tükep ketkendi. Olturunlar, bir piyaldan çay içip bozum qaytasızlar. Bizim bir o'tirishdan qaytgan to'q. Suyuq salam. Bir narsa ichaylik deb kirishimizdi. Qani, quruq olsun çay içeylik. Bu yerda chiroyli tambur turdi-ku. Kim chaladi buni? Men chalaman, biroq degandek yaxshi chalamayman. Yaxshi-ku. Undaqda bir apada nag'ma qilmamdi. Shunda qilaylik. Bo'ladi. Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Oy, akşamki keyfiyatınız qarab, men sizni ertishligin deb qaptikanman. Aslida bankda ishlayotgansizda. Nammo Uyg'ur bankida. Pul qo'yib keldingizmi? Qani bu kichiklarga kirib qoldingmi?
aşxanın tamamdak oxşayıptı ya. Nemi yesek ola. Oy. Aka, bizning bu aşxanda araq tishki bo'lmaydi. Sen o kavalgıca işkirgende olmasa, özü sizni görüp zehir olsun işkim kilovatından ha? Aylana. Aka. Benim hoşu kördünüz ha. Aka, haraqlarını yançıqlarga silib, chiroyliqcha tamoqlarni yeb bu oshxonadan chiqib ketsa, hozir sizning ko'zlarga ondirim qiz ko'ringan o'xshaydi. Xo'p, ma'qul. Ama şu kolumuzu kuygan çayını olsun bir iş verip çıkıp ketmemdim. Asmının da ay bulup cimi alemini ten görsen, rüyalarında çay bulup Kolunu tak. Ha? Telefonu tuymagan. Demirden sana. Haraklı ben isem sen nasıl oldun lan? Senin işlemci bir çöpçü o bu ya da. Nime? Sen aşkanık emez. Kuşkanığı batan oğlu. Siz yok al. Oy. Krem. Oy, Züleyxam sizlar qanday ahvollari? Aminxon. Kiring, shukr kirsin. Yuqrisizlar. Rahmat. Bugun oshxonaga chiqmabmi? Uyning ozroq ishqishli bor edi. Shunga oshxonada bolalar bo'lgan ekan deb men chiqmadim. Mardak baqqash ustasini chay aytdim. Yaqindan beri ish ovqatlari qanday qarab? Xudoga shukr. Xeyli yaxshi. Heyli bola qandaqroq qo'shnam. Shu bolaning oyga yarashdimi qandaq? Ishlarimiz o'ng'i tatotdi. O'zi oltindek bola ekan. Yolg'izligimizni faqatli bilindirmadi desizlar. O'zlarimi bag'ancha yashirib, chiroylilashib ketyaptilar. Bundaq yolg'izlik tatib yurgicha o'zini to'xtatganroq birasi bilan to'y qilib bo'lmamdi. Xudoya bir to'g'ri desizlar. Cho'lponning dadisi hozirmi hayotdagi bilindi menga. Uning ustiga cho'lpon turib, menga nima endi? Andaqda cho'lponni yotliq qilaydimliya. Umu 20dan oshdi-ku deyman. Onun vaqt top qaldı. Xeyli tiziklardan elçi kelyapti. Hech qaysisiga unmaydi-ku bu bola. Aminxon. Heyli oldinlarda yurgan bolaning ismi nima? Kamran. Cho'lponning shu baliq mayli bormi? Shundaqroq turdi. Musofir yetim bo'lmasiga xeyli tuzuk so'qi sandaldek bola ekan u. Undaq demisizlar Züleyxan. Ota-onasi o'lmaydigan, musofir bo'lmaydigan kim bor? Yetimni yulagan, o'zini yulabdi deydigan gap bor Aminxon. Shunda qilmandiq amsa. Cho'ng bir savobli ish bo'ladi. Mening xiyolimmi, bolalarning xiyolimi shudi. Biroq bu vaqtda yo Kamran, yo men ig'zachamayotman. Undaq bo'lsa bu savobdan men qurib qolmay, ishni o'zim to'g'rilay. Ammo Aminxon qanchalik maosh beryaptilar u bolaga? To'y qilg'idek pul yo'qdi haqacha. To'g'risizlar Züleyxan. Men Kamronga qanday maosh beraman? Oshxonaning butun kirim chiqimi shu bolaning qo'lida tursa, agar shunday ish bo'lib qolsa, butun topgan tikkunim shu ikki bolaning emasmi? Har holda Xudoga shukr.
Xeyli çoğ to'y qilsaqmi, yetkiday pulimiz bor. Sizga deydigan xush xabar bor. Ha? Qo'lg'im sizda. Qanday xush xabar? Nima? Texchi bilmay juramisizlar dadisi. Nima? Men dada bo'ladigan bo'ldimmi? Shundoq dadisi. Men cho'qim sizga chiroyim, mijozim o'xshash, ko'nglim yaqin, ismim yaqin, bir o'g'il tug'ib beraman. O'g'limizning men bilan boshqa o'xshashligi, yaqinligida gap yo'q. Lekin ismi qanaqa yaqin bo'ladi? İsmini hazır o'ylab bo'ldingizmi? O'ylab qo'ydim. Balani siz topgandan keyin albatta ismini men topaman-da. To'la taqazza qilmaydan. Qanaqa ism topdingiz? Sizning ismingiz Kamron bo'lgandan keyin albatta o'g'limizning ismi Mardan bo'ldi-da. Mardan? Sizda. Mübarek olsun ayağınız oğultuğdu. Nima? Acayip yaxshi, barakallah. Rahmat sizga doktor. Men hozirgacha bunday xush xabarni anglab boqmabman, rahmat. Mana bu az olsun suyuncha. Rahmat, bu bizning xizmatimiz. Rahmat sizga, rahmat. Dut. Senin oğlum. İçki dünyalık. Emrahim oğlum. Atamakla açıp ol. 5 koy. Bana. Kamran, ötken yılı Soğudu Saray'dan Çolpan'a bir yürüyüş kırım buyumu alsam, mundaq bir mukaffatlık çek beriydi. Anlasam, bugün mukafat numara çıkıptı deydi. Apırıp körüp yakına, bizge mi çıkıp kalamdı qandaq. Talimiz kesi acılamaz. Apa, mukaffatlık çekme mukafat qandaq ke? Anladın mı? Anladım. Allah idi mukafatqa bir küçük maşına. Birinci dereceli mukafatqa 100 ming koy beremiş. Bizge mukafat çıkandı. Her halda qatadan qal deptiken. Şu banada kuch aylanıp kelesiz. Kiyimleringizni almashtırıp elip, berip ekme balam. Olu demese, basam berip keley.
Bana çıktı mı? Ha? Sizga omad ketdi-da. Mükafat çıktı-mı? İşini taşlap bekar beriptimi? Rast ettikella. Satalmagan melini mükafat kızıktırıp setip ağılı. Çıkargan işken emes bu. Mükafat çıkan bir mi adamını kömüdün? Boptu balam. Şu banıda koç koylarını aylanıp kelgensiz. Rızık mesiyemizni Xudayın beri. Kana. Söyle. Shundoq bo'ladi-da. Xeyli payman vacima sening. Qanday qilay deyapsan? Taz ufqanmayapman aka. Bir 2 yildan beri shu ikki xotinga ishtiganim mohida. Shuni sendan maslahat so'rab kelishim. Pulg'imi egibopsa. Yiqilsang to'gidan yiqil deydigan gap bor. Cho'ngroq bir ishni tutmamsan, ha? Eniqroq bir nima degan aka. Pulim bo'g'ini bilan, aqlim bilan tajribam kamroq. Ahmaq. Pul degan aql, tajriba, inovat va huquq degan gap. Do'nko'rikning yanida bir yaxshi bino bor. Ishlari toza oqmayotidi. Shuni ijaraga elib, zamonga loyiqroq yasab ish boshla. Har qachon puling mol keltirib ish boshlashga yetmaydi. Xotirjam bo'l. Hemen hazır pişidi. Çoban. Kamran müşkillerde neler sürüydüğandı. Şunu degine apa. Neler vardı ki mağmı da koymay çıkıp gitti. Kızım. Sen mi siz otamsa? Eğren bir iş geptidim bu yan. Başkçılı bop kaldı. Sel ensirep kaldın. Ben mi bilevattim ha apa? Öydüm o şundağırak durdu. Qarzgo bermen dedin, rahmet aka. Lekin o'smi qanaroq ola? Sen buningdan xotirjam bo'l. Boshqalarga 40%dan berme, sana 30%dan berme. Akramka, yana bir nozik ish bor. Shuni qanday qilaman? Nima nozik ish u? Ishchama to'laka seniki. Elxi ikki xotin bilan bolasini qanday qiladigan gap? Ulardan qutulmasam hamma ish chonidi. Ey ahmaq, shuningga aqling yetmadimi sening? Kötü kaşını deydigan gap. Agar g'idibiting deydigan ish bo'lsa, biz erkaklarning tilining uchida marab turgan bir eg'iz gap bor. Shundaqmi? Bilamsan shuni? Qaysi gap? Taloq deydigan. Taloq? Ha, belli. Ana shu bir eg'iz gap biz erkaklarni ni rutubay xotullardan qutqizadi.
Shu gapni haqiqiy o'g'il boladek turib deyalisa, otang o'qib qo'ygan nikohmi buziladi. O'zango avliyodek odamkansan, aka. Lekin biror bana sabab topmasam, qanday bo'lar? Niyat buzilganda bana sababdan to'lmas yo'q. Ukam, maqara. Mana qilsan. Hey, anın avazı ötürün la. Solu çıkıra vurup kulaklarına nip gitti. Kamran, var mısın? Yaxshimisiz? Oh, g'ayrat, kela. Yaxshi ama. Yaxshi vaqtida kelding adash. Xuddi turmining yolg'iz kamirda yotgandek g'iribsinib, ichim siqilib turibdim. Dal vaqtida kelding, ha? Bugun rosa bir ishchili. Dal vaqtida ulgurib ketsan adash. Sen birdan o'tirib turgan. Men g'achchi sirtqa chiqib bir ish kerak. Ey, xotin. Ha? Tilg'i tetig'idagi Saydin ikki tas qo'ringlar. Ha, ma'qul. Men hozir kiraman. Ma'qul adash. Çay içeceğim. Oy. Bu neyim kırdınız? Siz. Oy. Kaçma bebe. Neyim kırdınız bu? Kaçma. Asli ish bundoqkan da. Kamran, siz chiqib ketishimizga u ishqilib, menga eslab jiraydi. Sizlar eslamini maqayni? Meni uxlab qoladi deb o'zlari chaqirib qo'yganlar tayinliq. Xapama adash. Xotining san sodiqmi emasmi? Nafaqay desam, o'zim aynaqlidi. Bu odam emas, hayvon. İşbaz, hayvon. Hey, bu buzuq qo'lni aynaqlabdi. Sen mening og'inam turib, uning demiş chopishib olding, ha? Ayta. Seni hozir bo'g'izlab atsam hozir qildi. Chopsan, ko'zimni yo'qol. Bullata. Hey, Resva. Numus qilsam olmamdi deyman, ha? Voy xudoyim, men bo'lishdilar. Buni mendan so'ramay qizlardan so'raslar. Zot nima bo'ldi? Bu buzuq qizlarni qo'ldirga ata acha. Zot qaytinglar buzuq. Bilib yuratdim. Qizlar buzuqlar xeli bo'lgan. Bugun naq tushib tushib. Men deb so'raydi bu cho'lpon. G'ayratdagi og'ingiz kiribdi-ki. O'zi ariq chiqib ketgan bo'lib, shishdan kiribla. Tuhmat qilyapti. Xudoyim, shundaqmi odam bo'ladi ekan. Ya bo'lmasa ariq kirmidi. Kızımның saqlığını, buzuqlığını optan bileme. Senin buzulğanlığını işki hafta boğanlığını mı? Texim optan bileme. Tolun maymun oyunu kösetmey. Uçkısan et. Kızlar talak. Oç gibim şu. Hazırdan başlap, sen mi talak? Böğrünün kotanga başlayan günah özemde. Seni bergen tuzumның hakkı urudu. Narasıydı oğlunun. Ahitdi da ilahim. Tüm xotunның qağışı. Osuruk gitsin. Emse et sot köşeli. Hayatlı olsak körüşümüz sehi. Abba. Maga adash. Nima qilganing bu deyma? Eshakchilikmi sen? Qasqadan ko'kchimni chiqarib etgini. Chinib qolmasin deb chiroq tepatdim. Bu qilganingni cho'qim men qaytarman.
omet tilaymiz. Sizlarga omet yor bo'lsin. Alayda darajalik mukofot 120 ming yuan. Birinchi darajalik mukofot 100 oylik qaymallari. İkinci derecelik mukafat 22 milyonluk naqdlik silver. Üçüncü derecelik mukafat velosiped. Yoldaşlar, dostlar, hammalarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Yoldaşlar, dostlar, hammalarga omad tilaymiz. Sizlarga omad yor bo'lsin. Ha, bo'ladi. Turib turmabsan. Ma'zili borma. Xo'jayin, mau ayol sifatida toza setilmayotdi. Menimcha bahosini ozroq tushasakmikin deyman. Sizning qandaq? Qo'y, sen zodi qaysi zamonning odami, ha? Shunchalik ishni uqmabsan? Hozir qapoq pul emas, barang pul, barang. Putingma. Hozirchi ayollarmi, hatto erlarmi kiygan kiyimi uzun kelamdi, qisqa kelamdi, yarashamdi, yarashmamdi, uning bilan parvoyi belak. Faqat so'rlarda bir-biriga kiygini munch pullik kiyimda bahosini ko'z-ko'z qilishidi. Agar ishtirak qo'ldan chiqsin, setilsin desang, bahosini 20si o'sta, hatto 1si o'sta, ondan setilmaganini men bir ko'ray. Putingma, shunday qil. Vay, mavin direktorni chaqirib o'ting. Kira. Assalomu alaykum. Qandaq topshiriqlar bor ekan? Akila o'ta. Ishlar qandaroq? Jo'nagan chet eldan xil ko'p mal keldi. To'lisi Turkiyaniki ekan. Ati ishkirga yana malga odam mansub. Qo'limizga mal tugmasdimi? Latipetiga emas, boshqa malga mangdi. Qandaq malga? Tanni farishta qo'yu, ruhni arshga ep chiqadigan, jonni yoritadigan malga. Tushundim. O narsa mishadimi tepilatdi-ku. Ahmaq. Özümüz üçün emas. Hacetmenler üçün. Xeridorlarni shundoq mallar bilan ta'minlaylik. Latipda kiyim kechak deganlaring toza oqmayotdi. Bilib o'tamsan, biz aralashayotgan satanglarning sarxillari yaqindan buyon biz uchun emas, shu narsa uchun izlaydigan bo'lib oldi. Kimni evatimiz? Bag'ri qong'ish chekkan yigitdan birini top. Ko'p chekkan bo'lishi bir masala. Eng muhimi, chiqroq kishining qo'lidan ep chekkan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandilar. Toza jonlarni bayqay oladi. Topdim. Dal, siz degandek birsi bor. Qo'njoqmangizamdiq. Yo'q. Oltin ish projektining bo'sog'isi bo'lgan. Kunmenga. Xo'jayin, oltin ish projekt degan kim u? Sizning bir katta tanishingizning laqimimi? Ahmaq.
Kim o deydiğanga altın üçburcak adam emas. Bütün dunyoga heroin taqtidigan ya. Undaqda siz degan o altın üçburcak lanjodimi? Hey, sen okumagan bir adam. Keşke sözlesem o tushunmaysan. Qo'lig'ingdan tutib ko'z tutamiz beka. Shundaqdimi sana deb qo'yay. Nadimi bizning davlatimizda undaq ya bo'ladi. U degan Laos, Tayland, Birma chegirlaniga ya. Yunnanga eng yaqin. Ani shu yerdan bir qo'ldan azanroq og'il bo'ladi. Qanchalik keltiramiz? Manga tul xotinning qurg'ini lozim emas. 5 kilodan 10 kilogacha. Yengil mal keltirdik. 10 kilo pulni qanday hal qilamiz? Yetkichi qarzilinglar. Hozir qarzdor bo'lishmi jur'at, shijoat, mardonlik hisoblanadi. To'g'ri. Mushkullarda qarzdorlik qilib maqtanayotganlarmi oz emas. Amerikan, maaşxonni qaytardim. Ukam bu nima degani? Qaytarganga qaytaram. Biz ijara haqqini olmay to'layapmiz bu. O ijarani gap emas, oshxonni o'zini ishlatamiz. Undaq oson ish yo'q shigit. Agar meni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, oldi bilan haqlab nikolab amringizga e'lon. Andin har qanday ish bo'lsa, men mo ayol xo'jayin bo'lay demoqchi bo'lsiz. siz shunday bo'lishni xohlaydigansiz? Sizga mo undaq oson ish yo'q xonim. So'rab baqay. Sizmi meni haqiqiy yaxshi ko'rasiz? Agar sizni yaxshi ko'rsam, sizning kayningizni kunda juramanmi? Undaq bo'lsa nima shart qo'ysiz? Yaxshi ko'rish degan so'z amaliyotda muhabbat degan bo'ladi. Muhabbatda bir-biriga shart qo'yish hojasiz emas bu. Qaraganda siz meni emas, ayol xo'jayinlikni yaxshi ko'rgansiz. Quzg'undek odam ekansiz. Cana qiz, ayol xo'jayin bo'lmoqchi emasmidingiz? Tulukdek odam ekansiz. Mardon? Nemish bo'ldi bolam? Biroz bo'ldi ketdimi? Yo'q, opa. Nemish bo'ldi? O'qimayman. Nemishqa? Pulli deydi ekan u maktab. O'tgan hafta 50 qo'y bergandim. Bugun yana 80 qo'y ekilsa deydi. Sening xizmating bo'lmasa, pulni nereden topsa? Shuni o'qimayman. Jinim bolam, opa. Jinim chiqib kelsin. Seni shu o'qimoqdimi? Benim balamni ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Bu ne ketgandi? Nereden? Bir yerden imiş padişah balam. Opa, qo'lig'ili hükümet yeri o'rdiman. Şimdi balam. Jira uy qaytay. Ma'qul opa.
Merdan, nemish qilyapsiz bola? O'qimayman desam unumiding. Muallim ati tantarbiya kiyim kiyib kelisizlar deydi. Mushunda qilsam tantarbiya kiyimiga o'xshaydi ekan. Bu qirg'ining bo'lmabdi bolam. Men sana yeni beray, bulamdi bolam. Opa, senda pul bo'lmasa. Pul bo'lmasa. Xalqdan qarz olayli. Keyin ishlab qaytarasam bo'ldi emasmi? Kira bolam, sana yenglab berma. Ma'qul opa. Al kerakni ko'rib taqsam bo'pti ekan. Qaysini? Ma'nimi? Ha-a. Ashqarsini. Mana ko'rib eqam. Bu ko'ylak pek chiroyli, sizga baxtli yarashadi. Oy, sizkensiz o. Merdan, sen avi igiz odaşının aldığı berip, mao 50 koy pulunu versen, sana tantarbiya kiyim berdi. Bağın balam. Öz oğlunu köz tanımasa, jırgı bolsun tanım deken kör bakay. Qanday xadim, bu kiyimni kiyadigan midingiz? Yeni posanken, kiyadigandim lekin bak qimmatgan. Ha, etingiz yaqin bo'lsa, elib ketavering, so'g'an bo'lib qolsin. Uning ustiga ko'zingiz malton ekan. Haqiqatan yangi malti. Bundaq mallar tunji qitim sizlarda kelishgan xonimlarning ustiga chiqsa, aslab bozor chiqadi emas bu. Rahmat sizga. Bizmi yondiramiz? Ha, bo'ladi. Pat-pat kelib turasiz. Sizni istab turam. Xo'sh. Oka. Men kegide tantarbiya kiyim beraman. Musha 50 ko'rma? Kichik bola ekan. Buni berib o'tmaylimi xo'jayin? 55 ko'ydin keltirib, 50 ko'g berasiz ahmoq. Dükkanning boshqa rasmiyat chiqimlarini qo'shsak, 70 ko'g to'xtaydi, 70 ko'yga. Uqdingizmi? Kiyim sotadigan ochash beray degandi, lekin sen ko'rsatgan yilqi odam puling ozgan deb bermadi. Bermadimi? Bo'pti bolam. Bu akash bermasa, men senga boshqa do'kondan ip beray. Bulamdi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tantarbiya kiyimini ko'rib baqsam bo'pti-ku. Qancha pul? 45 qo'ydim setyaptimiz. Qara, bulamdi-ku. Ana. Rahmat. Keltirib. Kira. Chulpan, Mardan o'qiyotgandi. O'qiyotdi. Elchi o'qib qolganda. Ha, bu yil 2 sinfda o'qiyotdi. Bichara, qanday o'qitayotgansiz? Mardan o'qishi bekmi yaxshi. Hozir bola o'qitmoq nima degan tashunadimi? Ishkimiz maash qilib, faqat yetishtirolmayapsiz. Siz qanday qilyotgansiz, Chulpan? Yükünüz hakikaten eğirdi. Hay, onu ver deme. Şu emasmi? Maktablar hazır o'qish puli deydigan, kitob puli deydigan, daftar puli deydigan, tek birdan maktab kiyimi, turib tantarbiya kiyimi deydigan. O'qish bitgach xeyli ish bor o'qish. Onu ver deme. Şu emasmi? Mening bolam shu maktabda o'qiydi. Men kirib chiqay. Vaqtim yetsa uylar bir qo'shib kelamma. Maqlamsiz. Xo'sh. Xo'shamsiz.
Bismillah çonken. Kızım, nemişqa hamma balalar peçin taqıp, yalğız mening balamga bermaysiz. Siz bilmaydigan o'xshaysiz. Bunday yemeklarcha oyda 15 ga to'lagan balalar taqib beriladi. Voy, Mardan! Mardan! Mening dadam bo'lgan bo'lsa, Canım balam. Canım balam. Bağçığı vaqandım, tas qaldı, maymun tişli vaqılı. Hoş gene, ilola. Gene, ilola. Alo? Reşide misiniz? sizin tapqil bo'lmaydi-ku kamera. Nelarda qochib yurasiz? Kaçmadık yine, kaçmadık. Siz hozir nerede? Şatlık restoranının 5. numaralı uyda. Yanınızda kim var? Yanımda ağinlerim var. To'la gap yo'qlatma. Ağin fag'iylaringizni so'ramadim. Quchog'ingizda kim bor davatimi? Hozircha yo'q. Siz kelsiniz, bağlıdır. Hozircha boraman. Hoş gene. Gene ilola. Nereden kelgan buzuqlar bu? Ben çakırmadım, özü kepti. Özü kelge yaray, özü kepke yaray. Gene. Kopun ha. Ulan sizin tırnağınızı tankımayın. Oğlum nereden geldi? Geldi. Ağiniler, çakçakmayan davamlık kılıvereyle ha? Anladıysa, ha? Senin sakının olsun, koy bakmazdan, ha? Ağini, işeyle. Hoca. Ağiniler. Endi birden sazbaz, nakşbakşı bilen könglaşmaylı mı? Kandak deysizler, bulandı. Doğru gep oldu. Başta kılayla. Hemet, közünü pakırt deyip olduruvermey, tutturunu birden kuldurtup bakmam sen. Yunun vadisiga mayıp körermey.
Canuzay arni Herkesin özel Hey men bir yılda bozmak bu duanı diyen ne mi? Felek bidar edin gerçe Hey, oldu to'xta. Kilovatqının tuttamı yak sapay mı? Et degeninin yağı kalıdek yedi. Lehangdek işten tüzgürek birlik çanmamsa. Ey, eşek mi o senin de yakınlığa kanraydı? Köp temenna koyma üzerine. Sen mu Adem insan derdir. Köp temenna koyma üzerine. Sen mu Adem insan derdir. Dalma iken turun aynı mı? Kendi mi var noksan derbi? Dalma iken turun aynı mı? Kendi mi var noksan derbi? Bir tol küçük bağ emez hergiz, bulunmaz bostan derbi. Bir tol küçük bağ emez hergiz, bulunmaz bostan derbi. Şu ahir kondu yerge, bakılmaz asman derbi. Şu ahir kondu yerge, bakılmaz asman derbi. İskender seni, ne sultanlar gümran derbi. Hoş mengizlik İskender seni, ne sultanlar gümran derbi. Köp temenna koyma üzenge, sen mu Adem insan derbi. Hey ağine, men anlamağalın aşığı bu. Hey, nereden ügendin adaş ha? Xalqdan ögendim, turmuşdan ögendim. Yaxşı. Yaxşı naqşken, yaxşı qalıqken. Yaxşı qalıqken. Kamera. Hey, Adem mi kalı mı sen? İşte takıldı hocayım. İşte takıldı. Nime çatak oldu? Kunmen qararkan adımız kolga tushib qopti. Nime? Hamma bu malni musodir qilibdi. O'zi turmidiki. Lekin hozirgacha bizni pash qilmabdi.
Taş kımmat demiş. Ağzını koğuşunu koyversen bu. Aman başkaladı. O diyen adı. Ko'nglingizni avatmayli desam, o'zingiz unimay. Mana abdi. Namert. Menden hazırlı münasebetini üzmekçi misin? Hatırcan bol. Topan balası men akımenki senin uşuğun men bulmaydı. Çünkü sen ceza erzimeysen. Lekin hazırçı bu işini şatıptek sözlep yürüme. Hı? Bana bu yak gele. İsmin ne mi? Merdan. Abamın ismi çoğu. Çolpan. Dada. Oka, kız beksen bağın. Bunç köp nakli getkidek pulum yok. Pulman gebini kılmay alay. Sen dige. Hey, bu neymiş? Kaysın bak? Tokni uzatdi xo'jayin. Neymiş ka? Sizmi bilsiz-ku, yarim yil oldu, biz tokpuni topshirolmayapmiz. Belli kila aka yaxşı ketsen. İlpetsiz kırıvdim. Bir iş şeyli. Bir... Hey sarang baykuş. Bana harak gerek emez, pul gerek pul. Biraz aka. Şundak sana hazır pul gerek. Bana hazır nemi gerekti o? Taza bilemeye kaldım. Muşu candım mı toydum. Bu candan... Hey uşak, beni körüp de yalgandın mesulanma. 15 tüme ağınınga 7 yıldan açtı. 40% ülsümüne koşsan hazır kanç pul oldu. Qarz alsan berip qutul, bo'lmasa ülüp qutul deyen gapni anlamagan mı sen? Yaxşı dedin. Nahati yaxşı dedin aka. Burun anlamak bitemem. Hazır senden anlav aldım. Ecep navatdek gepken bu, ha? Kutulay. Ben hazır. Ben de hazırmışım, sıcak kaldı. Birey, ha? Olam sen, qarz hem mi de Kutulay? Olam da. Özenge eğri kep durgan canını men neyim kılıma? Emmisi adukanın hemmisini al. Menimi özende sarang çağlama. İcarga ağan dükkanını bana qarz berem sen deki. Dükkanınga qarasam, çaşqalla müşni qoğlap yürüptü. Şuna hazır cinini al dedim ko. Ben cininde icarga almıgan. Bu cinini çaşqalla qoğlumu de. Cininin mı ikisi bah. Muşundak işçep çekişinge qaraganda onun mı vaqti toşup qaptı. O çağda çaşqalla emas, qurt qo'ng'uza qo'g'laydi seni. Tavaqtaşla. İkinci mevsimlik o'qishni g'albilik oxirlashtirdik.
Hozir biz mush 2-mavsumlik o'qish jarayonida ilg'or bo'lgan o'quvchilarni mukofotlaymiz. Akram, Samira, Mardan. Aka, bu temburni ip koygana. Yo'q, olmayman. O'tinning o'rnida olsun ip koygana. Yaxshi tembur deb. Nechchi bu? O'zing bilib berasan. 10 qo'y beraymi? Ma'qul. Man. Hadi. Rahmat. Hey, makile. Ha? Rahmat. Temberiniz xeyli yomon emas ekan, ha? Nechchi pul bu tember? 200 qo'y bersang bo'ladi. Tamam, pulni ele olay. Qara qoshli to'lin oylar sana bir necha kun yo'ldosh. Agar sen puldan ayrilsang, seni tashlaydi hech arif. Yani sen ekansan da, pulni keldingmi? Endi o pulni aka ekansan? Pulni hozircha elib kelamadim. Pulni akamsan nima ish kelding? Jinim aka, meni ko'rib turibsan. Men zodli bo'lanmidim. Bir chektirib qo'y, unda qilma. Pullarimni o'lmasam cho'qim qaytiraman. Agar qaytaramazsam quling olib ketay aka, jinim aka. Hey, tura o'rningda. Söyle bu ishni. Menga sana o'xshash qul emas. Pul kerak. Onun üstündeki sana o'xshash tirik murdini qul qilib bilamdi, ha? Bilsan bu tehi tunigilla 4 ming bir etdim. Tepsen tağıtıştırgide kıraşı gittim aka, unda qilma. Bunu o'zingdin ku. Nima? Nima? Hammani o'zimdan ko'ramdim. Hey, tulkidagi jiyib yurib meni vayron qilgan. Mundaq tirik murdiq aylantirib qo'ygan sen qotil emasmi, sen? Sen! O'tira qulana. Ikkinchi bo'lsa ham dastur kelma.
Aka, ne buldunuz? Merdan mı sen? Beni keçirip bala. Aka, ağırıp kaldınız mı? İçmeyeceksin. Bolta kıl bala. Benim bu yüzümü sırt olamaysan. Doktorxanaga apırayım. Pulum yok. Bir deyimi pulum yok. Kaç pulunuz yetetti? 50-60 koylu olsa yetetti. Kütüp kalmay turun. Apamdan etkiler. Opa. Bana ötkende kiyim keçek defter kalemdeki yılı kalkaş. Bugün yolda yetip kaptı. Yetip kaptı? Nasıl ayakçın? Yok opa, meslemezken. Ağırıp kaptı. Ağırıp kaptı? Nerağıydı ki? Özüm bilmeydiğe okşaydı. Ben mi bilmedim? Doktorxanaga apırayım desem, bir tiyimi pulum yok. 50-60 koy bolsa yeterli deydi. Opa, biz üçüncülük pul var mı? 50-60 koy. Turuptu balam. Sen tapşırıqlarını işleyleştir. Ben hoşlanıkı çıkıp kirme. Bulandı balam. Merdan. Hazır hoşlanladın. Bu 50 koyuna çıktım. Uyda 50 koyla kaptı ki. Sen bu 100 koyunu helik akaşqa apırıp ägin. Bulandı balam. Bak bula kopra. Mana. Aka. Opam 100 koy berdi. Durun, doktorga baraylı. Apam pul verdi mi? Rahmet. Doktorga bağımısa mı boludu? Mağı dokmuştun össanla bir kızıl dervazı var. Şu dervazdan kirip baka bir kişiye akam doğru versin dediğine 50 koyunu versem doğru verirdi. Şunu yesem birden de sakayım et bala. Kalan 50 koyunu öz ağla işittinla. Apanga mın rahmet. Tehililik pulum yok degen tuğuz bu. Bu 50 koyga tamak kapıyam. Sizin uyumunuz nerede? Mahu ah koçunum. Bununadaki yalnız bir eğizlik öyle durma. Keyin sana çık geplerim babalam. Çapsam yerken. Makul. Ha. Kimni izlep geldin? Sizni izlep geldim aka. Neymişti? Bir tuqqunumuz ağrıp yetip qalğandı. O sizin tonuydu eken. Şoňa doğru bersin de bunu evetkendi. Qandaq şıp ketdi bu? Ağzın sütün tuğan kiçik baldı mı? Moşunda ışqa boğurgan var mı? Tuqqunu kim o? Tuqqunumuz dedim bu. Tek yöngülük egen. Ben burun körüp bakmagattım. İsmini uqmayman. Ekile. Bunu elip tüz yoqal. İkinci kaybici bana. Bunu usta. Bana ekide. Tüttü. Top qarab tur. Etin nima? Ne? Ya o'rna. Etin nima? Bu kichik bola bu yerda nima qiladi? Bu bizga o'xshash xaridor ekan. Ha? Do'rog'il kelgan. Bu nima bilamsan? Do'ra shu. Ha? Aka. Aka. Apa? Nega barding balam? Qo'rqitib jinimni olding ku. Pul ep bo'lgan hiyla odam doktorga bormayman. To'g'ri katta deb 50 koy bilan birga buyurgandi. To'g'ri degini. O'tir.
Doğru degini Xroin demdi, çıkıdığan bir nemiken. Nima? Xroin? Ben bağanda o öyge başqalarını berip diken. Soqçılay ket qılıp, öygisi bilen hemmimizin tutup ketdi. Tutup ketdi? Ben rostun degendim, meni qoyup berdi. Qaytib kelip, yılık adamın öyüp kirsem, O adamga nim boptu? ölüp qaptı. Beligide o kız canı sorudu. Ben qo'rqib ketdim apa. Nima dedin? Ölüp qapti? Ha. Xudo. Opa, nima yig'laysan? O'tgan qatim o odamni tilayotgan to'g'ri, o odam yaxshimi yoki eskimi? Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. O sening dadang deb Nima? Nima bo'lib degansan? Bir qatim bo'lsa, dadam bo'lsa, bo'lmabdi.